Bugun pensiya haqida siz kutgan yangilik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bugungi kunda O'zbekiston hududida yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918 ming so'm. Nogironlik pensiyalari jumladan ish staji to'liq bo'lmagan chog'ida pensiyaning eng kam miqdori 1 12 ming so'm. Belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdoridan 918 ming so'mdan 1 12 ming so'mgacha pensiya to'lovlarining yoshga doir pensiyalar miqdori 1 12 ming so'm qilib belgilandi. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'ida yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda 820 ming so'm qilib belgilandi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiya oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zolari uchun pensiyaning eng kam miqdori oyiga 820 ming so'm qilib belgilandi. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.